qaysi biri qarindoshmi, yomonmi, yaxshimi, nima degandan qat'iy nazar meni jallab men karyeramni endi boshlaganda mana PUBG qilib stream qilganimda o'zimni yuzimni bir ikkita rasmlarimni ko'rgan odamlar geydirdi, nimadirlar deb qo'lidan kelgancha hayt qilardi. Hozir qani o'shalar jallab, qani menga ko'rsatinglar, mana shu. Meni gey deganlar qani jallab? Instagramda haypovat qilib yuribdi. Tushunasizlarmi? Haypovat qilib yuribdi, qo'ldan qutta ham kiymayapti YouTube'ga kirsa. Qo'ldan qutta ham kiymayapti YouTube'ga kirsa. Meni boshida gapirgan, hozir qani yo'q jallab, qo'ldan qutta ham kiymaydi. Tushunasizlarmi? Tayzi sizlarda ham shunaqa bo'ladi. Qaysi birdir gapirdim, qo'y skip qilinglar, o'zlari ham xohlagan ish qilinglar. Realni skip qo'yasizlar. Javob beraman, nima? Men maktab vaqti ham men bilib, men shu PUBG orqasidan pul topaman deganimda, kim bo'lasan deganda, kibersportsmen bo'laman deganman. Tipimda Xudo turibdi agar alda o'qishadigan bo'lsam, men shu gap tipimda Xudo turibdi.